asli kelib chiqishlari toshkentlik bo'lgan, zamonasini qutbi, ya'ni avliyolarini, valiylarni sardori bo'lgan ulug' inson, ulug' zot haqida eshitganmisiz? Bu kishi kim? Albattaki Xo'ja Ahroru Vali hazratlaridir. Buni bu zotni ko'pchilik biladi, ma'lum va mashhur inson. Asli kelib chiqishlari toshkentlik dedik. Toshkentda Shayxontohur tumani bor. Aslida Shayx Xovandi Tohur degan bir ulug' inson o'tgan. O'sha zotni nevaralaridan hisoblanadilar bu zot. Samarqandda yashab shu yerda ijod qilishgan. Bu zot zamonasini juda ko'p insonlarga ko'ngil rahbari, ko'ngil ustozi bo'lgan. Bulardan kim? Alisher Navoiy kabi, Mirzo Bobur kabi insonlar bu zotlarni juda hurmat qilgan, juda ham izzat qilib, yaxshi nimada muomalada bo'lishgan. O'sha zamonasida Temuriylarning oxirgi paytlari, Boburiylar, Shayboniylar davriga to'g'ri kelgan vaqtda yashaganlar. Bu kishi bir katta vali, Allohning do'sti, ulug' inson bo'lish bilan birgalikda juda qo'llari ochiq, saxovatli bo'lganlar. Chunki Alloh taolo boylikdan ham ko'p bergan, ko'p yerlari, ko'p nimalari bo'lgan, boyliklari. Va u boyliklarni hammasini xalqning manfaati uchun ishlatganlar. Baxsus kambag'allarni soliqlarini, o'sha davlatga beradigan nimalarini, soliqlarini to'laganlar, qarzdorlarning qarzini to'laganlar, hatto undan tashqari o'zlari ham xalqqa oddiy inson sifatida ko'p xizmatlarni o'zlari ko'rganlar. Shuning uchun u kishiga valiylik darajasi berilgan. Biroz shamollaganman. Mana shu hozir ko'rib turgan joyimiz Samarqand tumanida joylashgan tarixiy joy. Uni yonida masjid ham bor. Masjid ham tarixiy, qadimiy, tarixiy obida, ya'ni tarixiy bino. Bu ham bir necha asr oldin qurilgan. Uni yonida mana hovuz va chinorlar bor. Bu chinorlar ham bir necha asrlik. Mana buni ko'rsataylik. Mana bu chinor 1763-yilda qurilgan. Ya'ni 250 yildan oshgan, 2,5 asr bo'lgan. Qolganlari undan ham eski. Shunaqangi eski qadimiy tarixiy joy hisoblanadi. Bu yerga kelgan inson albatta ham tarixdan, ham ma'naviyatdan, ham nima deydi, ozuqa olib, maza qilib, tarix og'ushida o'zini yo'qotib qo'yadi. Siz ham bu ziyoratgohga kelganmisiz? Ko'rganmisiz? Albatta izohlarda yozing. Bizni kuzatishda davom eting.